Uzr, bu narsani olmasam bo'lmaydi hozir. To'g'rilayveramiz kameralarda. Chunki hozirgi kunda bu jamiyatimizda shunaqangi bir ayanchli tusga kiryapti-da. Bu narsani men aytmasam umuman bo'lmaydi-da. Injiq, har narsadan rashk qiladigan, har bitta narsani tagidan kir qidiradigan qaynonasi bor kelinlar bormisizlar o'zi? Qizib ketasiz, bir sovib ketasiz. Hamma sovqatib o'tirganda derazani ochib qo'yasiz. Bir seriallarga ham hamma narsa yig'ilaverasizmi? Telefondan biror nima chiqsa yig'ilaverasizmi? Haysiklisi qanaqa o'zi bir normallik keladimi? Jinsiy hayot bunday yoshligingizdan qolib ketgan ekansiz. Yo'q, o'zi qoldim hayzdan. Hayzdan ham qolyapsizmi? Hayzdan qolishdan oldin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Hamma narsani stressga tushirasiz. Qo'rquv ham bormi? Xuddi o'lib qolgandek qo'rquvlar bo'ladimi? Bor. Ana, mana shu narsada xuddi shu narsa. Ayni ana shu paytda ayollarimiz boya 40 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan oilalarda ayollar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani eshitishini va bu narsaga quloq solishini nima deydi, ta'kidlab o'taman, aynan mutaxassis sifatida. Chunki nima uchun? Aynan 40 yoshdan 55 yoshga, ayniqsa hozir yosharib ham ketdi. 38 yoshdan keldi, mana bugun keldi. 38 yoshdaman, qizib sovyapman, doktor umuman iloji yo'q deb aytyapti. Mana shu yoshda mana qaynonalarimda yosharib ketdi. Kecha 87-yilda ayol keldi, qaynona qizi bilan kuyovni olib keldi. Endi qarangda, o'zi mana shunaqa yosh holatda klimaks bo'lyapti. Ana endi o'sha paytga qiz bilan qizni yerga berdi yoki o'g'ilni uylantirdi. Endi yoshgina kelin keldi. Yoshgina kelin kelgandek u chiroyli, masalan, baribir hali yosh, hamma narsa o'zining joyida va o'sha siz boyagi yillar davomida siz erga ham tegmay bolangizni boqdingiz-ku, undan shunaqa yaxshi narsalarni kutdingiz, nasib bo'lsa menga bunaqa qilib beradi, meni u yoqqa olib boradi, menga sovg'alar olib beradi, yaxshi joylarga ovqatlantiradi, menga barcha mehr, men shuncha mehr berdim, bu ham menga mehr beradi deb o'stirdingiz, katta qildingiz, lekin xuddi o'sha sizda aytgan narsalaringizni u xotiniga qilyapti. Bu narsa esa sizga yoqmaydi. Bu narsa aslida o'sha klimaksning tagida yotgan narsalar hisoblanadi. Klimaks davri boshlanadi. Ana endi klimaks davriga yetib borgan paytingizda o'zi siz bizning yoshimiz qanaqa bo'ladi? 40 yoshdan keyin ba'zi bir ayollarimiz masalan yosh uylantiradi yoki kimdir 45 da, kimdir 42 da, kimdir 48 da o'g'lini uylantiradi, qizini turmushga beradi. Ayni o'sha paytda siz o'zingizda klimaks ketayotibdi. Shu paytda sizga bir yoshgina kelinchak keldi. Ana uni ko'rganingizdan keyin boyagi o'g'lingizdagi mehr muhabbatni unga berilayotganini ko'rib, sizda o'zi e'tiborga talab bo'layotibsiz-ku, qizib sovish bo'layotibdi. O'zi bir normal jinsiy hayot ko'rmagansiz. Boyagi nima deydi, holatlar o'zi siz shunaqangi har narsaga yig'ilib yotibsiz, kimdir ovutishi kerak. Bugun uyog'ingiz og'riydi, erta buyog'ingiz og'riydi. Kelin hali klimaks bo'lgan, qaynonasi klimaks bo'lgan. Mana o'zingizga savolingizga o'zingiz javobini topib o'tiribsiz. Ya'ni xuddi sizni paytingizda qaynonangiz sizga shu qiliqlarni qilganda, siz chidolmadingiz, hayotning zarbalariga o'tolmadingiz, o'sha bosqichda ajrashib ketdingiz. Endi agar sizni bosqichingizga keliningiz chidolmasa, xuddi sizni hayotingiz takrorlanadi, ya'ni o'g'lingizning uyi buziladi. Ya'ni o'g'lingiz ajrashib ketadi. Chunki jamiyatda hozir olinayotgan ssenariylar ham, kinolar ham, Instagram yoki bo'lmasa boyagi ijtimoiy tarmoqlar ham qanaqa narsani shunday ochsangiz, qaynona kelin muammosi kelib chiqadi. Qaynona kelin muammosi bir tushunish kerak-da. Muammo qayerdan? Muammoning ildizini izlashimiz kerak. Demak, o'sha 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan xonadonda, ya'ni ayollar bo'ladigan bo'lsa, uni eri ham tushunish kerak. Uni kelini tushunish kerak, uni boyagi o'g'li tushunish kerak, qizi tushunish kerak. Yana yon atrofdagi kuyov kerak bo'lsa, kuyov ham tushunish kerak. U bir bosqich. Bu kasallik emas. Faqatgina mana shundan salgina o'tib ketishiga qo'yib bersangiz, undan keyin ular o'zining joyiga kelib, yana o'sha mehribon onamiz, yana o'sha mehribon insonimiz sifatida qolaveradi. Tekshiraylik sizga. Shu narsalar dorilarni yozib beray. Uni tinchlantiruvchi dorilar bor, uni gormonal dorilar bor. Men sizga yozib beray bu narsa. Siz menga 2 oyga, 3 oyga kelib bir nazoratdan o'tib turing.